Assalomu alaykum aziz bo'lajak millioner xonimlar. Men Umida Gayufova Fabirlik kompaniyasining hozirgi kunda elitning direktori. Allohga shukrki, hozirgi kunda juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'lib kelyapman. Mashina deysizmi, sayohatlar va har 21 kunda behisob oyliklar. Allohga shukr. Va ushbu imkoniyatlarni siz bilan ham bo'lishmoqchiman. Demak, bu imkoniyatlarni Fabirlik kompaniyasida kelgan har bir konsultant bilishligi lozim. Va siz nastavnik bo'lsangiz, komandingizdagi har bir liderga, har bir konsultantga aytishingiz lozim bo'lgan faktlarni aytib o'taman. Demak, azizlarim, Fabirlik kompaniyasining eng zo'r imkoniyati, birinchi imkoniyati bu bizada Fabirlikka a'zo bo'lish mutlaqo bepul. Bilasizlar, boshqa juda ham ko'pgina kompaniyalarda hattoki 4,5 millionga, 7 milliongacha pul to'lab keyin registratsiyadan o'tiladi. Bizniki esa bepul. Ikkinchi imkoniyatimiz esa siz a'zo bo'lganingizdan keyin Fabirlik kompaniyasidan sizga shaxsiy kabinet ochiladi. Yaqindagina surishtirib ko'rdim men. Bitta sayt yaratish, shaxsiy kabinet yaratish kamida $2000 gacha tushar ekan. Chunki siz shaxsiy kabinetingizga kirganingizda u yerda turli xil обучениyalar, o'qishlar, kataloglarimiz, 10 mingdan oshiq mahsulotlarimiz, ular haqidagi ma'lumotlar batafsil berilgan va siz komanda yaratadigan bo'lsangiz, komandangiz haqidagi hamma ma'lumotlar, har 21 kunda olayotgan oyliklaringizni shu o'zingizga berilgan shaxsiy kabinetingiz orqali bemalol ko'rib borasiz. Bu ham juda ham zo'r imkoniyatlardan biri. Keyingi imkoniyatimiz, siz Fabirlik kompaniyasiga a'zo bo'lganingizdan keyin birinchi katalogda 20% chegirmaga ega bo'lasiz. Keyingi kataloglardan boshlab 26%, 50%, 70% gacha juda ham zo'r chegirmalarga ega bo'lasiz. Eng asosiysi Fabirlik kompaniyasi siz va biz uchun 10 mingdan oshiq mahsulotlarni bo'lib ham halol mahsulotlarni taklif qilyapti. Har bir sizga taklif qilinayotgan mahsulot 100% halol va Yevropa standartlariga mos, juda ham ajoyib. Har bir mahsulotimiz ishlatganingizda albatta siz xursand bo'lib ishlatasiz, ayniqsa kremlari, dislama va hokazolar. A'zo bo'lganingiz uchun sizga 20 va 26% chegirmalar beradi. Qachon 26% chegirma beradi? Siz 50 balli zakaz qilganingizdan keyin siz har bitta mahsulotda 26% ichki narxda olishingiz mumkin. Ketdik keyingisiga. VIP konsultant bu kim? Agar siz Fabirlik kompaniyasiga kelib, uyingiz uchun kerakli mahsulot oldingiz va albatta o'z-o'zidan sizni opangiz, yaqin insonlaringiz, qarindoshlaringiz, tanishlaringiz bor va o'zingiz mazza qilib ishlatayotgan mahsulotni yaqin insonlaringizga ham taklif qilib, jami 100 ballik zakaz yig'a oldingiz va siz VIP konsultantga aylanasiz. VIP konsultantlarning imkoniyatlarini bu yoqda yozishga sig'magani uchun yozmadim. U bilasizlar, shunaqa zo'r imkoniyatlari bor. Eng asosiysi, har katalogda eng qimmat mahsulotni 70% chegirmada olasiz. Bu birinchi imkoniyatingiz. Объемный skidka, ya'ni har 21 kunda pul chiqadi. 3%li объемный skidka beradi. Bu ikkinchi imkoniyatingiz. Va Fabirlik kompaniyasining o'zi siz VIP konsultant bo'lganingiz uchun sizga, komandangizga insonlarni, yangi konsultantlarni registratsiya qilishga yordam beradi. Bu hali hammasi emas. Men hozir bitta zo'r imkoniyatni aytib ketaman. Men VIP konsultant bo'lganim uchun, brilliantli stepinga chiqqanim uchun Fabirlik kompaniyasi menga brilliantli sovg'a podarka qildi. Zo'ra. Va hozirgi kunda VIP konsultantlar uchun Drive dasturi tashkillashtirilgan. Bu qanaqa dastur? Har katalogda faqat Drive dasturchilar uchun, ya'ni VIP konsultantlar uchun katalogdan tashqari har xil sovg'alar qo'yilgan. Qimmatbaho smartfonlar, deysizmi, Dubayga sayohatlar va hokazo. Shuning uchun har doim 100 ball qilish bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, keyingi imkoniyatimiz bonus pullari. Siz har 21 kunda komanda qilganingizga qarab, kompaniya komandani balliga qarab pul beradi, to'g'rimi?
Bu sizni har 21 kunda xizmat qilayotganingiz, как бы o'zimizning tilimizda oyligingiz. Bundan tashqari ham oylikdan beradi, undan tashqari bonus pullari. Siz direktor bo'ling va hozirgi kunda agar shu direktorlikka sal tezroq chiqsangiz, kompaniya 26 million bonus puli beryapti yoki 13 million bonus puli. Bu bonuslar hali hammasi emas. Bonus stabilnost, ya'ni barqarorlik bonusi kabi shunaqa zo'r bonuslar bor. Etdagi pullarni ko'rsanglar, nima qilib men bekorga vaqtimni ketkazib yurgan ekanman deb o'ylaysizlar. Chunki men brilliant zvanyasini yopganimdan keyin men shuncha vaqtimni brilliant bo'lmasam bekorga o'tkazgan ekanman. Bu yerda shunaqa pullar bor ekan-u deb o'zimga o'shanda o'ylagan edim. Endi keyingi pulimiz bola puli. Qayerda bola puli beradi? Hozirgi kunda hech qayerda bola puli yo'q. Bizda hattoki farzand tug'iladimi yoki bola asrab olinadimi? Faberlik kompaniyasi har 15% dan chiqqan, yuqori chiqqan konsultantlar tepasidan boshlab 1 yilda har 21 kunda bola puli beriladi. Bu ham normalniy summani tashkillashtiradi. Keyingi yana imkoniyatimiz, buni boshida aytishim kerak edi, shak sovg'alari. Shak sovg'alari siz a'zo bo'ldingiz. Hozir biznesni uyingizga ro'zg'or qilib ham boshlasangiz bo'ladi, to'g'rimi? Uyingiz uchun kerakli mahsulotlarni xarid qiling. Jami 375 mingdan oshgandan keyin dushanbadan yangi katalogdan boshlab sizga ajoyib atir sovg'aga beriladi. Demak, har 21 kunda 5 ta shak sovg'asi bor. Maza qilib u sovg'alarga ega bo'lsanglar bo'ladi. Ya'ni pulingiz o'zingiz bilan birga qaytib keladi. Zo'ra. Keyingi imkoniyatimiz, men juda ham sevadigan imkoniyat, bu sayohat. Faberlik kompaniyasi orqali menimcha hozir sanoqqa yetolmayman qancha davlatga sayohatga chiqqanimni. Allohga shukr, Italiya deysizman, Dubay, Antaliya, Turkiya, Misr, Sochi, Moskva, hozir eslaganlarim, bular hammasi Faberlik kompaniyasi orqasida. Bu yil xudo xohlasa Vyetnamga boramiz. Sizlar ham biz bilan birga borasizlarmi? Niyatingiz bormi sayohatga borish? Chunki men ham oddiy ingliz tili o'qituvchisi edim va har doim sayohatga maza qilib borsa-ya, uning uchun qancha pul ketar ekan deb o'ylardim o'sha paytda. Hozir endi oson bo'lib ketdi. Va Faberlik kompaniyasi orqali har yili bepulga maza qilib sayohatlarga boramiz. Bu yil Vyetnamga xudo xolasa noyabr oyida. Keyingi imkoniyatimiz ofis ochish. Ya'ni siz direktor bo'lgandan keyin business ladyga aylanib shunaqa ajoyib ofis ochishingiz mumkin. Shahar markazida aytgancha meni ofisim Amurtoy Torikka deb kirgizsanglar, meni ofisim Yunusobodda Naxt markazida shunaqa kreslolarda o'zingiz uchun shunaqa zo'r imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Bu ham Faberlik kompaniyasi va ofisda yana alohida foyda tushumlari bo'ladi. Bu imkoniyatlar hali hammasi emas. Lekin Faberlikda biznes boshlaganingizdan keyin siz qay darajada Faberlikka mehr berib, qay darajada seryozni qarasangiz, sizga shu darajada seryozni pul keladi va mehrli pullar kelishni boshlaydi. Ushbu imkoniyatni o'zingiz uchun ham biling va komandangizdagi har bir konsultantingizga albatta yuborib qo'yinglar. Ishlaringiz rivojli bo'lsin, barakali bo'lsin. Va har doim darslarimizda xuddi shunaqa imkoniyatlarni aytib boramiz. Bizlarni kuzatishdan to'xtamanglar. Hammalarga omad tilaymiz.